keyingi tobiinlar, tabo tobiinlar, ularga yaxshilik bilan ergashganlar. Ulardan ham biror bir hujjat yo'q. Amaliy suratda ham bo'lmagan, qavliy suratda ham aytmaganlar. Biror bir tog'utni bu musulmon deb aytmaganlar. Yoki tortishuv ham bo'lmagan buni ustida. Musulmonmi, kofirmi deb. Yarim guruhlari buni tog'ut deb, yarim guruhlari musulmon deb oralarida ixtilof ham bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolo oyatlarda ochiq belgilab qo'yganda. Mana 8 dona oyat bor tog'ut haqida. Mana hammasini hozir o'qib beraman sizlarga. Birortasida musulmon degan so'z yo'q. Ana birinchisi. Baqara surasi 256-oyatda. La ikroha fid-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Dinda majburlash yo'q deyapti Alloh subhanahu va taolo. Haq bilan botilni orasi ajraldi. Alloh ajratib qo'ydi. Pok boshqa taraf, nopok boshqa taraf. Faman yakfur bit-taghut, mana shu yerda birinchisi keladi. Kim tog'utga kufr keltirib, ya'ni uni inkor qilib, rad qilib, tan olmasdan. Hali aytdik-ku, shu takfir qilishlik, inkor qilishlik uni. Sababi ilohlikka da'vo qilgani uchun. Xoh qavli so'z bilan, xoh amaliy harakatlar bilan. Qonun joriy qilib o'ylab topgan bo'ladimi, yozgan bo'ladimi, yo aytib berayotgan bo'ladimi, insonlarni majbur qilayotgan bo'ladimi? Hammasi barobar. Farqi yo'q, so'z bilanmi, amal bilanmi. Shuni inkor qilishlikka Alloh buyuryapti. Faman yakfur bit-taghut, kim tog'utga kufr keltirib, uni inkor qiladigan bo'lsa, va yu'min billah, va Allohga iymon keltirsa, faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa, Alloh subhanahu va taoloning uzilmas, mustahkam halqasini tutibdi. Ya'ni islomi tasdiq bo'libdi. Shunda musulmon bo'ladi. U tog'ut musulmonmi, kofirmi, buni qo'yib turavering. Hatto shu tog'utga kufr keltirmasa, ya'ni uni inkor qilmasa, shu ham musulmon bo'lmaydi. Tog'utni o'zi musulmon degan gap u yoqda tursin. U tog'utni to'g'ri, haq degan odamni o'zi musulmon bo'lmaydi. U tog'ut qayerdan musulmon bo'lsin? Ilohlikka da'vo qilib turgan kishi. Allohning haqqida ulushim bor deyapti. U qanday musulmon bo'lsin? Vallohu samiyun alim, Alloh eshituvchi va bilguvchi zotdir. Eshitib, bilib turibdi. Ularni nima qilayotganligini, ularga ergashuvchilarni ham, inkor qiluvchilarni ham. Ajoyibligini qarang. Unga ergashganlar, uni tasdiqlaganlar, uni inkor qilmaganlar musulmon bo'la olmas ekan. Iymonni sharti qilib Alloh qaydlab qo'yibdi, tog'utni inkor qilishlikni. Tog'ut qaydan musulmon bo'lsin? Mana bu birinchisi. Ikkinchisi shuni keyingi oyati. Baqara surasi 257-oyatda. Ana bu yerda ham Alloh subhanahu va taolo Allohu valiyyul ladina amanu. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarni valisi deyapti, do'sti. Boshqaruvchisi, hukmroni. Hammasini o'zini ichiga oladi vali kalimasi. Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Zulmatlardan nurga olib chiqadi. Qorong'uliklardan yorug'likka olib chiqadi. Kufr, shirk botqog'idan, zulmatdan nurga, pokizalikka, islomga olib chiqadi. Vallazina kafaru awliya'uhumut-taghut. Kofirlarning do'sti esa valisi, rahnamosi, boshqaruvchisi. Ular tog'utlar deyapti. Yukhrijuhum minaz-zulumati, yukhrijuhum minan-nuri ila-zulumat. Ularni nurdan zulmatlarga olib chiqadi. Qarang. Alloh subhanahu va taolo boshqaruvchi iloh, unga iymon keltirganlar pokiza musulmonlar deb kelyapti avvalgi jumlada. Keyingisida bu tog'ut nopok ilohlikka da'vo qilgan bir kofir, unga ergashuvchilar nopok ular ham va kofirlar va nurdan
zulmatga chiquvchilar deb Alloh ta'rif beryapti. Qarang. Vallazina kafaru mana ochiq kofirlar deyapti. Awliyauhumut tog'ut. Tog'utni do'stlari ular deyapti. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Nurdan zulmatga olib chiqadi ular. Tepadagisi Alloh subhanahu va taolo pokiza yagona iloh, bu unga iymon keltirib ergashganlar musulmonlar. Ular zulmatdan nurga chiqadi. Alloh olib chiqadi ularni. Pastidagisida tog'ut kofir. Unga ergashganlar valisi. Ular ham kofir deyapti. Ularni nurdan zulmatlarga olib chiqadi. Nopoklikka yetaklaydi. Ikkalasi mana bir-biriga qarama-qarshi. Ilohlikka da'vo qilayotgan chap tarafda, o'ng tarafda haqiqiy iloh, yagona ma'bud. Va shu chap tarafdagi tog'utga, nopokka, ilohlikka da'vo qilgan soxta ilohga ergashuvchilarni Alloh kofir deyapti va bu ergashuvchilarini nurdan zulmatga olib chiqadi deyapti. Va o'ng tarafdagi haqiqiy ma'bud yagona Alloh subhanahu va taolo, sherikdan pok bo'lgan zot, yer va ko'kni yaratgan zot va bunga iymon keltirib ergashganlarni zulmatlardan nurga olib chiqadi deyapti. Va ularni allazina amanu, iymon keltirganlar deyapti. Musulmonlar deb Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Mana nimasi tushunarsiz? Qarang. Ana davomida bu tog'utlar unga ergashgan kofirlarni nurdan zulmatga olib chiqadi deb keyingi jumlada ulayka ashabun nar, ular jahannam ahlidan deyapti. Mana nimasi tushunarsiz? Qarang, ulayka ashabun nar, ular olovni ahlidan, jahannam ahlidan. Hum fiha xolidun. Ular u jahannamda abadiy qoladilar deyapti. Nimasi tushunarsiz buni? Musulmon deyishlik jahannam ahllari deyapti. Abadiy qoladi unda deyapti. Bu nokas yolg'onchilar ularga ergashganlarni-ku endi musulmon deb odamlarni ishontirib qo'ydi. Endi shu ilohlikka deb turganlarni ham iymonda deb turib, ba'zilari iymondamikan, o'zi yo'qmikan, shu rostmikan, yo'qmikan deb ikkilanib qolyapti. Iymon qoladimi bunday bo'lgandan keyin? Bu din topishmoq o'yinidan iborat emas. To'g'ri topsam zafarga erishib ketaveraman, noto'g'ri topsam hech narsa bo'lmasdi. Noto'g'ri topsa halok bo'ladi inson. Albatta to'g'ri topishligi kerak. Ulayka ashabun nar, jahannamning ahlidan bo'ladi. Abadiy qoladi unda. Mana bu ikkinchisi edi. Baqara surasi 257-oyat. Keyingisi Niso surasi 51-oyatda kelyapti. Alam tara ilallazina utu nasiban minal kitab. Kitobdan nasibador bo'lganlarni ko'rmadingmi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Kitob berilgan qavmlar. Yu'minuna bil jibti va tog'ut. Ular jibt va tog'utga iymon keltiradilar. Wa yaquluna lillazina kafaru haula'i ahda minallazina amanu sabila. Va iymon keltirganlarni ustidan masxara qilib kulishlik uchun kufr keltirganlarni ko'rsatib turib, mana shu kofirlar naryoqdagi iymon keltirganlardan ko'ra to'g'riroq yo'lda, hidoyat topganda hidoyatliroq yo'lda deb turib aytadilar. Ozor berishlik uchun, ularni kamsitishlik uchun masxara qiladilar. Hozir ham shunday bo'lmayaptimi? Musulmonlarni tamg'a
to'hmatlar bilan ularni havorij, takfirchi, bular adashgan deb turib, kuni bo'yi yomonlashadi. Lekin kofir mushriklar o'zlarini toifalardan yo o'zlariga o'tgan mushrik bir firqalarni yaxshi ularni o'tib ketganlarni ham ulamolardan, bular mujtahidlardan deb madh etishadi, maqtashadi. Ular hidoyatliroq deydi. To'g'riroq yo'lda deydi. Qarang, Alloh subhanahu va taolo ana xuddi bo'lib turgan voqelikni ta'riflab berayotgandek. Lekin shularga kitob berilgan, kitobdan nasibasi bor. Yu'minuna bil jibti va tog'ut. Jibitga va tog'utga iymon keltiradilar. Jibit ham tog'utni bir turi. Buni tafsirda Ibn Abbos va boshqa sahobiylar, masalan Ibn Abbos uni shu kohinlardan degan. Ka'b ibn Ashrafga o'xshagan, shu yahudlardan bo'lgan, shunday kohinlardan. Ba'zi sahobiylar uni sehrgar degan. Ba'zi sahobiylar buni sehrni o'zi degan. Tog'utni bir turi. Umumiy qilib damlaydigan bo'lsak, botil. Shu tog'utlar esa bular ixtilofsiz shu botilni boshqaruvchilari, hokimlari. Qarang, bu yerda ham ergashuvchilari kofir bo'lyapti-yu, ularni o'zi qanday islomda qolsin? Bu yerda ham ochiq aytyapti. Kufr keltirganlarni ko'rsatib, ana ular iymon keltirganlardan ko'ra to'g'riroq yo'lda deb aytishadi. Qarang. Ulaikallazina la'anahumulloh. Ularni Alloh la'natlagan deyapti. Va man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Kimni Alloh subhanahu va taolo la'natlab qo'ygan bo'lsa, unga biror bir yordamchi topa olmaysan. Agar musulmon bo'lganda Alloh ularni la'natlab qo'ydim deyarmidi? Yo la'natlanganlar ularga biror yordamchi topilmaydi deb ta'rif bergan bo'larmidi? Kofirlar yo shu tog'utga iymon keltirganlar deb atarmidi Alloh subhanahu va taolo, shunday ta'rif berarmidi? Mana bu uchinchisi edi. To'rtinchisi ana Niso surasi 60-oyatda kelyapti. Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Senga va sendan oldingilarga nozil bo'lgan narsaga iymon keltirganliklarini da'vo qilayotganlarni ko'rmaysanmi, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Munofiqlar haqida nozil bo'lgan bu oyat tafsirida. Bir munofiq bilan shu Bishr ismli bir yahudi ikkalasi orasida mol talashib qolib, Ka'b ibn Ashraf deb atalgan bir kohin yoniga hukm so'rab borishadi. Iymonni da'vo qiladi-yu, lekin shu kohindan hukm so'rab boradi. Vaholanki payg'ambar alayhisalom turgan holatda. Ana Alloh subhanahu va taolo iymonni da'vo qiladi-yu, lekin o'zlarining iymoni yo'qligini xabarini beryapti. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ular tog'utdan hukm so'rashlikni istaydilar, deyapti. Mana shu yerda tog'ut so'zi keladi yani. Va qad umiru an yakfuru bih. Alloh subhanahu va taolo u tog'utlarga kufr keltirishlikka buyurgan edi, amr qilgan edi. Va yuridu shaytonu an yudillahum dalalan ba'ida. Shayton ularni uzoq adashtirishlik bilan zalolatga ketkazishlikni xohlaydi, deyapti. Shu tog'ut kelgan lafzi mana shu yerda. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Shu tog'utdan hukm so'rab borishlikni istaydilar. Boshidan oxiriga qadar mana kufrga dalolat qilib turibdi.
undan hukm so'rab boruvchilar, unga iymon keltiruvchilar, ishonuvchilar, yoqlaydiganlar, ma'qullaydiganlar, to'g'ri deb e'tiqod qiladiganlarni Alloh subhanahu va taolo kofir deyapti. Tog'utni o'zini kofirligida ixtilof qilinmagan. Na Allohning oyatlarida, na rasulini so'zida, yo'lida, amallarida, undan keyingi ularga yaxshilik bilan ergashganlarda. Vaqoda umiru an yakfuru bih. Nimasi tushunarsiz buni? Alloh subhanahu va taolo unga kufr keltirishlikka amr qilgan edi deyapti. Davom etadi, davomida ham shunga o'xshagan oyatlar. Va idza qila lahum ta'alu ila ma anzalalloh va ila ar-rasul. Ularga mana Alloh nozil qilgan narsaga kelinglar. Va rasulga kelinglar deyilsa, ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Ular munofiqlar undan yuz o'girishadi. Tamoman yuz o'girib ketganlarni ko'rasan deyapti. Munofiqlar kim? Ular ixtilof bormi ularni? Kufrda ekanligida. Hatto ana 65-oyatida ochiqdan ochiq Alloh subhanahu va taolo o'ziga qasam bilan aytayapti. Fala robbika la yu'minun. Robbingga qasam, ular iymon keltirgan bo'lmaydilar deyapti. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. O'rtalarida chiqqan bir kelishmovchilikka seni hakam qilmagunlarcha deyapti. Shu tog'utdan hukm so'rab borganlarni kufrda ayblayapti Alloh subhanahu va taolo. Tog'utni o'zini endi kufrda qanday ixtilof bo'lishligi mumkin? Nauzu billahi min zalik. Shunchalar ham bir johillikni yoyishga harakat qilinyaptiki, odamlarni aldashlik uchun. Keyingisi bu 4-inchisi edi. Niso 60. Keyingisi Niso surasi 76-oyatda keladi. Ana shu Niso surasida kelgan ekan. 3tasi, shu 8dan 3tasi eng ko'pi. Ana bu yerda ham Alloh subhanahu va taolo allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Allohga iymon keltirgan musulmonlar Allohning yo'lida fi sabilillah jang qilishadi deyapti. Vallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tag'ut. Mana bu yerda kelyapti. Kofirlar esa tog'utning yo'lida jang qiladilar. Qarang, ochiq kelyapti-ku mana. Vallazina kafaru deyapti. Kofirlar yuqatiluna fi sabilit tag'ut. Tog'utning yo'lida jang qiladi deyapti. Tog'utni yo'lida jang qilgan kishi, unga itoat qilgan, undan hukm so'ragan, uni ma'qullagan, yon bosgan, to'g'ri deb e'tiqod qilgan, ular kufrda ayblanyapti. Ular dindan chiqib ketar ekan. Shuni boshida turgan, bu ilohlikka da'vo qilgan soxta iloh. Buni kufrda qanday ixtilof bo'lishligi mumkin? Ko'p urg'u berib takror aytayapman. Shuni bilinglar buni. Yaratgan zot, rizq bergan zot Alloh subhanahu va taolo, undan boshqa zot emas. Unga raqib bo'lgan kishini islomdami, kufrdami deb kim shak qiladigan bo'lsa, Robbisini topmabdi hali. Islomning asarini ham hali topmabdi. Faqatilu awliya ash-shayton. Qarang. Shaytonning do'stlariga qarshi jang qilinglar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Mana kim deb atayapti tog'utlarni, ularga ergashganlarni. Shaytonning do'stlari deyapti. Ularga qarshi jang qilinglar deyapti. Musulmon birodarim deb ularni bag'rlaringga bosinglar deyotgani yo'q. Inna kayda shaytoni kana za'ifa. Shaytonning bu hiylai, makri, nayrangi juda ham zaifdir deyapti Alloh subhanahu va taolo. Buni nimasi tushunarsiz? Ovozim kelyaptimi o'zi yaxshi? Yaxshi kelyapti. Tushunarli ham bo'lyaptimi yo boshqacha tilda gapirayotgandek bo'lyapmanmi? Yo'q. Ba'zida insonlarga og'ir kelib qolyapti-da, tushunmagandek. Xuddi bir boshqa bir qayerdan gapiryapsiz, boshqa sayyoradan gapiryapsizmi degandek odamlar hayron bo'lyapti-da, tog'utdan nimaga hukm so'rab bo'lmaydi? Molimizni olib qo'ysa, nimaga uni hal qilib berishligini
unga borib so'rab bo'lmaydi. Nimaga uni hukmini qabul qilib bo'lmaydi deb. Molimni yeb ketsa yeb ketaversinmi deydi. Jabrdiyda bo'lib qolaveraymi deydi. Molingizga zarar yetgani yaxshimi, diningizga zarar yetganimi? Qaysi bir afzalroq, qaysi birini himoya qilishlik kerak? Molingiz qiymatliroqmi yo diningizmi? Vaqodu umiru an yakfuru bi, kufr keltir, uni inkor qil deyapti Alloh subhanahu va taolo. Sahobiylar molidan tamomiy kechdi-ku, jonidan ham kechdi-ku. Tog'utni yo'lda urushmadilar-ku, undan hukm ham so'rab bormadilar, ma'qullamadilar, to'g'ri demadilar, yonida turmadilar. Hatto mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Kufada bir jomiga kelganda, Musaylamatul Kazzob to'g'ri haq yo'lda deb o'tirganda, qolganlar eshitib indamay o'tirganda hammasini takfir qilgan ekan. Kufrni eshitib indamay sukut qilib o'tiribsizlar deb. Inkor qilmasdan, rad bermasdan. Hujjati ana Niso surasi 141-oyatda turibdi. 140-oyatda turibdi. Innakum izan misluhum. Sizlar ham xuddi o'shalar deysizlar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Yo rad berishlik kerak, yo turib u yerdan ayrilishlik kerak, quvvati bo'lmaydigan bo'lsa. Hozir shunaqa qilib tog'utni musulmon qilib chiqarib berayotgan odamlar, eshitib quloq to'shab o'tirgan odamlar. Voy kishi qayerdan gapiryapsiz buni? Alloh subhanahu va taolo musulmon deganmi uni? Unga ergashganlar, to'g'ri deb ma'qullaganlar, ularni musulmon deganmi? Qayerdan gapiryapsiz? Ibn Fulan shunday dedi, Nabihoniy shunday dedi, Moturidiy shunday dedi desa. Moturidiy qayerdan olib aytgan uni? Nabihoniy qayerdan olib aytgan uni? Alloh amr qilmagan bo'lsa, Rasuli aytmagan bo'lsa. Dinni sohibi Moturidiymi, Nabihoniymi, kim o'zi? Yer va ko'kni yaratgan zot, bizni ustimizdan boshqaruvga haqli bo'lgan zot. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Shu zotmi? Yo bizga bir nizom tuzib bergan, kitob yozib bergan odammi o'zini qo'llari bilan? Va shu Allohning oyatlari deb turib bizni aldayotgan odammi yoki? Qayerdan aytyapsiz deyishlik kerak-da. Ana Allohning oyatini, ta'riflarini aytyapman. O'zlari qo'llari bilan yozib turib bu Allohdan deb turib taqdim qilishadi. Inson yo Allohga qul bo'ladi, yo bo'lmasam ham Allohga qul bo'ladi, bo'lmasam halok bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q. 3 dan 2si emas. Ikkinchi yo'li ham yo'q. To'g'ri yo'l bitta bo'ladi. Uni sohibi ham shirk kufrdan pok, yagona zot, aybu nuqsondan pok zot. Ana keyingisi Maida surasining 60-oyatida kelyapti. Qul hal unabbiukum bi sharrin min zalikum masubatan indalloh. Ana Allohning huzurida sizlarga undan ham yomonroq ishini xabarini beraymi deyapti. Man la'nahumulloh. Man la'nahulloh. Alloh subhanahu va taolo ularni la'nat qilgan. Va g'adiba alayhi. Va ularni ustidan g'azab qilgan. Va ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ularni maymun, to'ng'izlarga aylantirgan. Qarang. Va abadat tog'ut. Ana shu yerda kelyapti, tog'ut jumlasi. O tog'utga ibodat qilishar deyapti, qarang. Ulaika sharrun makanan wa adalla an sawa'is sabil. Ana shular yomon bir o'rindagi, yomon bir darajada, yomon bir martabada to'g'ri yo'ldan butunlay ozib ketgan, adashib ketgan kimsalar deb Alloh subhanahu va taolo atayapti. Qarang. Ulaika sharrun makana, shu yomon bir makonda ular. Yomon bir martabalarda. Va adalla an sawa'is sabil.
yo'ldan batamom adashib ketgan, zalolatga ketgan ular deyapti. Yuqoridagi jumlalarga qarang. La'nahulloh deyapti. Alloh la'nat qilgan. U musulmon bo'lgan deydi. Uni Alloh la'nat qilgan deyilmidi? Shunaqa tarix kelarmidi? Va g'odiba alayhi. Alloh g'azab qilgan unga deyapti. Va ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Maymun va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan Alloh subhanahu va taolo deyapti. Va abadat tog'ut va tog'ut ibodat qilganlar. Bu yerda ham ergashganlar, uni ma'qullaganlarning ta'rifi kelyapti. Shunday zalolatda bo'lganligi, yomonlikda bo'lganligi, yomon martabada ekanligi, yomon o'rinlarda ekanligi, to'g'ri yo'ldan butkul adashib ketganligi, Allohning la'natiga uchragan, g'azabiga duchor bo'lgan, maymun va cho'chqalarga aylantirib yuborilgan, tog'utga ibodat qilganlar. Ibodat qilinadigan bir mavqega olib chiqilyapti. Qarang, tog'ut. Va abadat tog'ut deganda tog'utga ibodat qilganlar. Ibodat qilinadigan bir maskan bo'lsin, bir ma'bud bo'lsin, soxta, bir unsur bo'lsin, bir shaxs bo'lsin, yo botiniy bir shayton bo'lsin. Qanaqasiga musulmon bo'ladi? Ibodat qilinadigan deb, va'badat tog'ut ibodat qilinadi unga deyapti Alloh subhanahu va taolo. U soxta iloh. Qanaqasiga musulmon bo'lishligi mumkin yo buni ustida ixtilof bo'lib tortishiladi? Undan bitta avvalgi oyatda qarang, ey ahli kitoblar deyapti. Bizni nima uchun yomon ko'rasizlar? Nima uchun ayblaysizlar bizni deyapti. Faqatgina Allohga iymon keltirganimiz uchunmi? O'zimizga nozil qilingan, bizdan avvalgi nozil qilingan kitoblarga iymon keltirganimiz uchunmi? Shuning uchun ayblaysizlarmi bizlarni deyapti, qarang. Va sizlardan ko'pchiliklaring fosiq bo'lganliklaring uchun, haqiqatni anglamaganlaring uchun bizni shunaqa ayblaysizlarmi deyapti. Ana hozirgi kundagilar ayblayapti-ku. Tog'utni musulmon deganlar, uni yo'liga ergashganlar va o'zlari ham ergashib turib, haq ahlini, Allohning amriga, Allohning ta'limotiga ergashganlarni ayblashyapti. Havorij, takfirchi va hokazo nima desa deb ayblab turib yomon ko'ryapti. Mana qarang. Ularda ham bo'lgan ekanda shunday. Haq yo'ldagilar, bizdan avvalgilarda ham. Nima uchun bizni yomon ko'rib ayblayapsizlar deyapti, qarang. Yakka Allohga iymon keltirganimiz uchunmi? Robbim Alloh deganimiz uchunmi? O'zimizga tushgan kitobga amal qilib iymon keltirganimiz uchunmi? Bizdan avvalgilarga ham nozil qilingan kitoblarga ham iymon keltirganligimiz uchun. Shuni aybimiz deyapti, qarang. Yoki sizlar ko'pchiliklaring bir fosiq bo'lib, Allohning dinidan ozib ketganliklaring, o'rganmagan, bilmagan, johil bo'lgan boshqa bir yo'llarni tuzib olib, o'zlariga rahnamo ilohlarni tayinlab olib, shunday rasvoyi jahon bo'lganliklaring uchun. Shunday fosiq bo'lib turib bizni ayblayapsizlarmi? deb qarang, ajoyib ta'rifi kelyapti. Ana shundan keyin bu 60-oyatida shu tog'ut ta'rifi keladi. Qul hal unabbiukum bi sharrin min zalikin masubatan indalloh. Bundan ham bir yomonrog'ini xabarini beraymi deb turib keyin kelyapti-da. Man la'nahulloh. Ularni Alloh la'nat qildi va g'adiba alayhi va ularga Alloh g'azab qildi. Va ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. To'ng'iz va maymunlarga aylantirib yuborilganlar. Qanday qattiq va abadat tog'ut va tog'utga ibodat qilganlar. Qarang, davomidagi keyingi oyatida va idza ja'ukum qalu amanna. Ular yoningga kelganda biz iymon keltirdik deb aytishadi. Qarang, yolg'onchiligini. Va qad dakhalu bil kufr. Lekin kufr bilan kiradilarda va hum qad kharaju bi. Va mana shu kufr bilan chiqadilar deyapti. Ikkalasida ham qod kalimasi bilan keltirilyapti, ta'kid bilan. Va tahqiq shak shubhasiz deyapti. Kufr bilan kirib va hum qad kharaju bi. Va shak shubhasiz kufr bilan chiqadilar.
lekin iymon keltirdik deydilar. Alloh subhanahu va taolo shak shubhasiz deyapti, batahqiq kofir deyapti. Qanday ustida ixtilof qilasiz? Yo qanday inson shaklanadi, kofirmikan, musulmonmikan deb. Bu tog'utlarni yo uni yo'liga ergashganlar. Yo shuni aldab turib, yashirib, botilni haqqa urib aytayotganlar, shu yo'lga xizmat qilayotganlar. Ularga ham tegishli nasibador yerini qarang. Vallohu a'lamu bima kanu yaktumun. Alloh subhanahu va taolo sizlarni qilib turgan amallaringni, nimani yashirayotganlaringni bilib turguvchi zot deyapti. Qarang. Yashiryapti-ku ular mana. Botilni haqqa urib, yashirib turib odamlarga yegizyapti. Vallohu a'lamu bima kanu yaktumun. Alloh subhanahu va taolo yashirayotgan narsalarini bilib turibdi deyapti. Iymon keltirdik deyaptimi bugungi kun bular ham mana shunday degan ekan avvalgilar ham. Qarang. Lekin kufr bilan kirib va shak shubhasiz kufr bilan chiqishgan ekan. Moyil bo'lar ekanda, keyingi oyatlarda ham shunday keladi. Va tara kaseeran minhum yusari'una fil ism wal udwan va aklihim as-suht. Shunday gunohlarni, dushmanchiliklar shularga moyil bo'lar ekan. O'sha suht harom bilan shunday oziqlanar ekan. Labisa ma kanu ya'malun. Ularni shunday qilayotgan ishlari naqadar yomon deyapti Alloh subhanahu va taolo. Bu suht ham aslida o'zi ribo, shunday poraxo'rlik. Bularni ham aytmaydi shular. Shunga buyuradi. Balki لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. Bularni o'sha rohiblari, boshliqlari, rahnamolari qaytarsa bo'lmaydimi ularni deyapti. An qawlihimul ism va aklihimus suht. Shu gunoh, yomon so'zlaridan va haromxo'rliklardan qaytarsa bo'lmaydimi deyapti. Bular nima qilyapti? Bil aks, shunga yo'llab qo'yapti. Fahsh, munkarga, yomonliklarga, uni ustidagi undan ham kattaroq kufr, shirklarga, tog'utga itoat qilishlikka, e'tiqodini buzishlikka. Labisa ma kanu yasna'un. Ularni qilayotgan amallari qanday ham bir yomon narsa deyapti Alloh subhanahu va taolo. Qarang, ta'na beryapti, dashnom beryapti. Qaytarsa bo'lmaydimi rahnamolari bu narsalardan deyapti. Lekin hozir qaytarish u yoqda tursin, bular yo'llab shu yo'lga boshlashyapti. Xorlikdan boshqa narsa emas. Nechi bo'ldi? 6-chisi bo'libdi. Mana Moida 60. 7-chisi Nahl surasi 36-oyatda keladi. Ana Nahl surasi 36-oyatda Alloh subhanahu va taolo va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budulloha wajtanibut taghut. Mana shu yerda tog'ut lafzi keladi. Biz har bir ummatga elchilarni yubordik deyapti Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambarlarni, elchilarni yubordik. Ularning vazifalari an ya'budulloha wajtanibut taghut. Yakka Allohga ibodat qilishlikka buyurib, o tog'utdan chetlanishlikka chaqirish edi. Qarang. Qarama qarshi zikr qilinayotgan lafzlarga e'tibor qiling. Yakka Allohga ibodat qilib, tog'utdan chetlanishlikka. Ziddini qarang.
yakka Allohga ibodat qilar ekan inson tog'utdan chetlanishlik kerak ekan. Tog'utdan chetlanmasa yakka Allohga ibodat qilayotgan bo'lmas ekan. Qarama-qarshiligini qarang, hali yuqorida ham bitta oyatda shunday keldi. Baqara surasi 257-oyatda. Zulmatlardan nurga olib chiqadi deb Alloh subhanahu va taoloning ta'rifi, tog'utlar esa nurdan zulmatlarga olib chiqadi va kofir qiladi. Nargisida allazina amanu iymon keltirganlar deb Alloh subhanahu va taolo zikr qildi. Bunda ham qarang, an ya'budulloh, Allohga ibodat qiluvchilar. Buni ziddi esa vujtanibu tog'ut, tog'utdan chetlanishlik. Ana davomida ham faminhum man hadalloh, kimlargadir endi bu hidoyat ana zohir bo'ldi, nasib bo'ldi. Hidoyatga erishdilar. Va minhum man haqqat alayhi zalalah. Kimlargadir ustida endi zalolat haq bo'ldi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Buni ham ziddini qarang. Kimdir hidoyatga ergashdi, kimdir ustida zalolat haq bo'ldi deyapti. Yuqoridagi misolni ham qarang. Allohga ibodat qilib tog'utdan chetlanishlik. Ko'zi ochiq, ziyrak, aqli salomat insonga bundan ortiq misollar, bundan ortiq ta'riflar bo'lishligi mumkinmi? Alloh subhanahu va taoloning ta'limotidan ortiq? Albatta bo'lmaydi. Bundan ortiq biror bir insondan sodir bo'lmaydi. Illo bizni vazifamiz shu Allohning ta'limotini zikr qilib yetkazishlik xolos. Bundan go'zalroq bir narsani topa olmaymiz. Aqlimiz bilan o'ylab izlansak ham. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Yer yuzini kezib turib ana qara deyapti Alloh subhanahu va taolo. Yolg'onga chiqaruvchilarning oqibati qanday bo'lganligini qarang. Nimani yolg'onga chiqarganlar? Allohning oyatlarini, Allohning hukmlarini, Allohning qonunlarini yolg'onga chiqarganlar. Iymonda qola olarkanmi? Albatta yo'q. Har bitta oyatda bir donadan emas, 3-4 yo undan ortiq kufrda ekanligiga dalolatlar va ochiq lafzlar kelyapti kofirligiga. Tog'utlarni faqat o'zi emas, unga ergashganlarni ham. O'zida umuman ixtilof yo'q. Allohning ziddiga kelyapti har yerda. Unga ibodat qilinadi, unga ergashiladi, iymon keltiriladi, undan hukm so'raladi deb turib, faqat Allohning ziddida kelyapti. Ilohlikka da'vo qilganlik uchun. Ana bu 7-si edi. 8-si ana Zumar surasi 17-oyatda kelar ekan. Bu yerda ham mana ochiqdan ochiq. Vallazina ijtanabu tog'ut an ya'buduha. Tog'utdan chetda bo'lganlar deb qarang. Va unga ibodat qilishlikdan ham ko'ryapsizmi? Bu yerda ham tog'utni ibodat qilinadigan bir mavqeda ta'rif beryapti Alloh subhanahu va taolo. Bekardan bekar u kursida o'tiruvchi, u musulmon bo'lishi ham mumkin emas. Ibodat qilinadigan bir mavqeda. Xoh kishi bo'lsin, xoh toshdan yasalgan bir but bo'lsin, xoh bir qonun tuzumlar bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin yo nima bo'lsa bo'lsin, unga ibodat qilinadi deb Alloh ta'rif beryapti. Qarang, vallazina ijtanabu tog'ut an ya'buduha. Ibodat qilinishlikdan deyapti, chetda bo'lganlar. Tog'utdan va unga ibodat qilinishlikdan. Va anabu ilalloh. Va Allohga qaytganlar. Qarang, tog'utdan chetda bo'lsa Allohga qaytargan. Tog'utni inkor qilsa Allohga qaytargan. Ham tog'utga ibodat qilib, iymon keltirib, ham uni yoqlab, yana la ilaha illalloh deyapman-ku, musulmonman deb da'vo qilib turibman-ku, deb turib, ham tog'utga ham Allohga qul bo'lib bo'lmas ekan. Tog'utdan qaytsa, chetlansa, uni inkor qiladigan bo'lsa, keyin ana va anabu ilalloh, Allohga qaytargan. Lahumul bushra. Mana shularga bashoratni ber deyapti. Fabashshir ibad. Shunday bandalarimga bir xush xabarni ber deyapti Alloh subhanahu va taolo. Qarang,
qanday endi u tog'ut islomda bo'lishligi ham mumkinmi deb shak tashlab bo'ladi. U qanday bir inson endi bunga shakka tushishligi mumkin? Ibodat qilinadigan mavqeda turgan bir kishi yoki bir narsaga. Narsalarga butlar, bu tuzumlar jonsiz bo'lgan hammasi kiradi. Kimsalarga esa jonli bo'lgan kishilar, boshqaruvchilar, hokimlar, shu prezidentlar, rahbarlar, kohinlar, sehrgarlar va hokazo. Hammasi bunga kiradi. Bularni hammasini ibodat qilinadigan mavqeda deyapti Alloh subhanahu va taolo. Qarang. Ya'buduha, ularga ibodat qiladilar. Qarang, ibodat qilishlikdan chetda bo'linglar deyapti. O'sha chetda bo'lganlarga xushxabar bor deyapti. Mana shunday kishilarga xushxabar ber deyapti Alloh subhanahu va taolo. Va nabu ilalloh, va Allohga qaytganlar deyapti uni. Qarang, mana bu so'zlarni eshityapsizlar. Allohning ta'limoti bular. Bir narsa qo'shib, chatib, shaxsiy fikrlardan uydirib, to'qib din yasab beradigan so'zlar emas bular. Allazina yastami'una al-qawl va yattabi'una ahsana. Qarang, mana musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo ta'rifini aytayapti. Ular gaplarni eshitadilarda va eng go'zallarini mana shularga ergashadilar. O'zlariga lozim tutadi. Qarang, allazina yastami'una al-qawl. Eshitadida ular so'zlarni fayattabi'una ahsana. Yaxshilariga, go'zallariga ergashadilar degan. Yomon, shirk, shak shubhali tog'utni yo'liga chaqiradigan, kufr keltirishlikka chaqiradigan, buzg'unchilik, ma'siyatlar, haromga, yomonliklarga chaqiradigan so'zlarni o'zlariga yo'l qilib, din qilib, shior qilib olmaydilar. Bulardan chetda bo'ladilar. Yaxshilariga ergashadi. Yaxshilari Xoliqni so'zlar, maxluqni emas. Agar Alloh subhanahu va taolo bu ta'limotda bularni keltirmaganda, biror so'z menga halol joiz bo'lmasdi. Bular aqlimga ham kelmagan bo'lardi. Men yaratilgan bir maxluqman. O'zimdan bunday narsalarni uydirib chiqara olmayman. Men oldingilar ham chiqara olmagan, bundan keyingilar ham chiqara olmaydi. Alloh subhanahu va taolo bir raqib sifatida qani rostgo'y bo'lsanglar keltiringlar deydi. Ana bir surani yo bir oyatni keltiringlarchi deydi. Butun yer yuzida bir jamlanib turib yordamchi bo'lgan suratda ham keltira olmaydilar. Bundan avval ham keltira olmaganlar. Bundan keyin ham keltira olmaydilar. So'zlarni eng go'zali Allohning ta'limotida. Yo'llarni eng go'zali Rasul alayhisalomning yo'lida. Boshqasi yo'q. Allohning so'zidan go'zali yo'q. Rasulning yo'lidan ham go'zali yo'q. Ana shu yo'l Allohning ta'limotiga asoslangan. Alloh subhanahu va taoloning o'zi amr qilgan yo'l ergashishlikka. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Menga ergashing deb ayt deyapti Alloh subhanahu va taolo. Allohning yo'liga ergashing deb. Agar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, shartini qarang. Shunda Alloh subhanahu va taolo sizlarni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Aql egasi bo'lmaydigan bo'lsa, bu Alloh bergan aql ne'matini ishlatmaydigan bo'lsa va bu to'g'ri yo'lni topishlikka yaramaydigan bo'lsa bu aql ne'mati, unda zoyi ketibdi. Unda foydasi bo'lmabdi. Mana shu 8 ta o'rinda kelgan tog'ut kalimasi bu unga aloqador oyatlar. Mana hammasida hozir boshidan oxirigacha eshitgan bir kishi ayta oladimi? Birortasida kofir demagan ekan-ku Alloh subhanahu va taolo. Mana raqamlari bilan aytayapman suralarni. Atrofidagi oyatlarni ham o'qib beryapman. Oldindagi yo keyingisidagilarni ham. Ba'zilar bitta oyatni o'qiysiz, yonlaridagini ham qo'shib o'qisa ma'nosi chiqadi deydi-ku. Haqiqatan ham mana qo'shib o'qiyapmiz, ma'nosi yana ham yaxshiroq chiqsin deb. Ana yana ham yaxshiroq chiqyaptiki, ularni shu kufrda ekanligi aniq bo'lib. Ana hattoki tog'ut deb turib
kalima kelmasa ham, lekin tug'yonga ketganligini Alloh subhanahu va taolo ma'lum qilib, Naziyat surasida ham bir oyatni nozil qilgan. Ki ana 17-oyatida "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Ana tagha degani o'sha tug'yonga ketdi, haddidan oshdi deb turib Alloh subhanahu va taolo Fir'avnga Musa alayhisalomni ana yuborgan elchi qilib. Allohni eslatishligi, Allohning diniga qaytishligi uchun. Ana shu yerda ham Alloh subhanahu va taolo haddidan oshdi deb Fir'avnni ta'rif beryapti. Boringki mana shu Fir'avnni olsalar ham, bu ham musulmonmidi yo buni musulmon yo kofirligida ixtilof bormidi? Shaksiz, shubhasiz bugungi kundagi bu boshqaruvchi rahbarlar, Fir'avnlar bugungi kundagi shularni ayni o'zi edi. Amallari ham, so'zlari ham. U ham o'zi qonun joriy qilib odamlarni majbur qilgan. Shu qonuni bilan boshqargan va odamlarga jazoni tatbiq qilgan, qatl qilgan, zulmlar qilgan, sitamlar qilgan. Bu Fir'avnlar ham xuddi shunday qilyapti. O'zlari qonunlarni tuzyapti, odamlarga joriy qilib, tatbiq qilib, jazolantiryapti. Yaxshi ko'rganlari ko'ziga yaxshi ko'ringanlarni mukofotlantiryapti. Majbur qilyapti, qatl qilyapti va hokazo. Hech qanday boshqa farq yo'q. Fir'avn ham agar bu endi u Fir'avnda desa, u Fir'avn uni ismi emas. Fir'avn bu bir mansab. Shu Misrni boshqaruvchilari, rahbarlariga beriladigan bir mansab. Bugungi kunda ham mana prezident deb turib bir mansab o'laroq qo'llaniladigan kalimaga o'xshagan bu ham bir mansab. Ismlari boshqa bo'lgan. Bugungi kunda ham o'shuning uchun bu Fir'avnlar deb shunga aytayapman. Bular ham shu mansabda bo'lganligi uchun, boshqaruvchi, rahbar mansabida bo'lganligi uchun. Mana sizlarga Allohning ta'limotidan yetkaziladigan xabarlar. Endi inson o'zi tanlab olaversin. Kimni rob qilib olyapti, kimga iymon keltirishlik kerak, kimni inkor qilishlik kerak ekan, kimni tasdiq qilib, kimga rad berishlik kerak ekan, kimni ma'qullab, kimni chetga surishlik kerak ekan, kimni yo'liga yurib, kimni yo'lidan chetlanishlik kerak ekan. Ya'ni abudulloh vajtanibut tog'ut, yakka Allohga ibodat qilib tog'utdan chetlaninglar deyapti. Musulmon bo'lsa Alloh subhanahu va taolo musulmondan chetlanishlikka amr qilmaydi. Innamal mu'minuna ikhwa. Musulmonlar bir-biriga birodar, aka-ukadurlar deyapti. Fa aslihu bayna akhawaykum. Agar ular bir kelishmay qoladigan bo'lsa, oralarini isloh qilib qo'yinglar, muhabbat qilinglar. O'zaro mehr muhabbatli bo'linglar deb buyurgan. Undan chetda bo'linglar, unga g'azab qilinglar, qatl qilinglar, unga qarshi jang qilinglar deb amr qilmagan. Alloh subhanahu va taolo haqqa ergashganlarni hidoyatga boshlasin, muvaffaq qilsin. Gapirsangiz Allohning ta'limotidan, Rasulning yo'lidan gapiring. Quloq solsangiz ham faqatgina shu narsalarga quloq soling. Falon zamonada shunday bir olim bo'lgan ekan, bizni yo'limiz juda pokiza yo'l ekan deb Allohning yo'lidan boshqa yo'llarni madh etib maqtayotganlar hammasi zalolat. Nomini nima qo'yib olgan bo'lsa ham, Hizbiy deydimi, Maturidiy deydimi, Ash'ari deydimi, Salafiyman deydimi, Ahmadiyman deydimi, nima deydi farqi yo'q. To'g'ri yo'l bitta, uni sohibi ham yagona, shirikdan, yomonliklardan, ayb va nuqsondan pok zot Alloh subhanahu va taoloning o'zi, yaratuvchi, xoliq zot. Qolgan mahluqlarda biror bir oliylik sifati yo'q, hammalari qul bo'lib ergashishlik, mukammal, mutlaq o'laroq taslim bo'lishlikka majbur. Agar Allohga iymonni da'vo qilayotgan bo'lsa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Alloh subhanahu va taoloning mustahkam arqonini mahkam tutinglar, shuni ustida jam bo'linglar, birlashinglar deb Alloh birlashishlikka amr qilyapti. Nimani ustida? Allohni sof dinini ustida. Soxta dinlar, firqalar, toifalar, guruhbozlik bularni ustida emas. Va la tafarraqu. Shunday firqa bo'lib, toifa bo'lib, bo'linib olmanglar deyapti. Bundan qaytaryapti Alloh subhanahu va taolo. Sof dinni ustida birlashishlik kerak. Boshqa yo'l yo'q.
Alloh subhanahu va taoloning amri shu, Allohning dini shu. Shunga ergashgan sahobiylar, undan keyingi yaxshilik bilan ergashgan zotlar va bizga ham mana shu ergashishlikka amr qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Gumrohlikka yo'l to'zib olishlikka, o'zini yo'lini, shayxini oliy qilishlikka, Allohning dinini pastga tushirishlikka qiymatini, unga ergashganlarning qiymatini pastga urishlikka, ularni haqorat qilib kamsitishlikka, ayblari ularni ta'biri bilan qo'shtirnoq ichida aytganda, ayblari yakka Allohga iymon keltirib, yakka Allohga qul bo'lib tamomiyda o'zlariga nozil qilingan kitobga iymon keltirib, o'zlaridan avvalgi nozil qilingan kitoblarga ham iymon keltirib, shunday bir taslim bo'lganliklari uchun malomat qilinmasligi kerak. Malomat qilayotganlarning aksari fosiqlardan bo'lganligi uchun Allohning o'zi zikr qilayotgandek. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ana muhojirlardan, ansorlardan peshqadam oldinda bo'lganlar. والذين اتبعوهم بإحسان ularga yaxshilik bilan ergashganlar. Radiyallohu anhum va radu an. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Qarang. Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgan zotlar albatta Allohdan rozi bo'ladilar. Qalblari qanoatlanadi, iymonning halovatini totadilar. Xafa bo'lmaydilar. G'amgin bo'lmaydilar. Ulushlarini mukammal qilib Allohdan oladilar. Alloh subhanahu va taolo xilof qiladigan zot emas va'dasiga. Agar biz xilofga tushmaydigan bo'lsak. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar. Ostlaridan shunday anhorlar oqib turadigan jannatlar, shunday mukofotlarni Alloh subhanahu va taolo tayyorlab qo'ygan mukofot o'laroq. Xolidina fiha abada. Bu maskanlarda shunday abadiy rohatlanib qoladilar. Allohning mukofotini qabul qilib olib. Zalikal fawzul azim. Mana shu Alloh tarafidan bo'lgan shunday bir katta bir mukofot, Allohning fazl marhamati. Ana Allohning xush xabari, ana Allohning dini bizga bergan ta'limoti va qaytariqlardan qaytib ta'limotiga yuradigan bo'lsak, mana Allohning xush xabari bizga beradigan mukofoti hammasi ochiq. Bir mujmallik yo'q. Bir so'roq ishorati qolmagan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dinlaringni komil qilib berdik deyapti Alloh subhanahu va taolo. Biror bir so'roq ishorati qolmagan. Yakka Allohga iymon keltirishlik masalasida to'g'ri yaxshilikni ustida bo'lgan zotlar hammalari jam bo'lganlar, xilof qilmaganlar. Tutsak mana shunday yo'lni tutishligimiz kerak, arziydigan. Boshqa yo'llar hammasi botil. Tutganni qo'li kuyadi. Ana Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomga tanbeh berib aytayaptiki, bu kufr, botil, bu nokaslar yomonlikka chorlaydigan, ularga moyillik bildirmagin deyapti. Agar zarracha bir moyillik topilib qoladigan bo'lsa, jahannamning olovi tutib qoladi deyapti. Qarang, qanday qattiq ogohlantiruv. Kufrda bir oz bir narsaga bir shaklanib moyillik topilib qolsa sizda jahannamning olovi tutib qoladi, qarang. Bundan og'ir bir ogohlantirish bo'lishligi mumkinmi? Haligi so'zlarni qarang. Qilsam man qilyapman, gapirsam man qilyapman, sizga nima aloqasi bor deyotgan kishilar. Kufrni qilyapsiz, "Hoy, ko'zingizni oching" deb ogohlantirish qilgan kishilarga. Shunday bir rohat, yengil hisoblab bo'ladimi kufrni, shirkni qilib turib? Qilsam man qilyapman, gapirsam man gapiryapman. Sizga nima aloqasi bor deb yengil sanayotganlar. Dunyo va oxirati kuyib ketadi. Alloh xor qilib qo'yadi, qalbini shunday tamg'alab qo'yadi. La'natlab qo'yadi. Ohu-voh qilib, doduvoy qilib, keyin topolmay o'tib ketadilar. Alloh hidoyat qilmayman deyapti shunday zolimlarni, shunday fosiqlarni, fojir mujrimlarni, bilib turib Allohga qarshi yuradiganlarni. Keyin ana ertaga pushaymon bo'lib iddao qiladilar. Qulubuna gulf. Bizni qalbimizni Alloh subhanahu va taolo shunday qulflab qo'ygan. Bo'lmasa biz ham hidoyat topardik deb. Allohga shunday bir iddao qiladilar. Norozilik bildiradilar. Alloh subhanahu va taolo bunga javoban aytayaptiki, balla'nahumullohu bi kufrihim. Alloh zulm qilayotgani yo'q ularga. Balki shu qilayotgan kasbkorlari, kufrlariga binoan Alloh la'natlab qo'ydi ularni. Qalblariga shunday tamg'a bosib qo'ydi. Qarang, inson shunday gumroh bo'lar ekan, yaratgan Robbisini shunday adolatsizlikda ayblab ham qo'yar ekanda.
Alloh bizga zulm qilgan, shunday qalbimizni qulflab qo'ygan. Bo'lmasam biz ham hidoyat topganlardan bo'lardik. Alloh subhanahu va taolo zulm qilmaydi. Va ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Alloh zulm qilmaydi, balki insonlarning o'zlariga zulm qiladilar. O'zlarini nafsiga o'zlari zulm qiladilar. Bu zulmning ham eng kattasi shu shirk, kufr. Inna shirka la zulmun azim. Ana Luqmon Hakim bolasiga nasihat qilib, ey bolaginam, o'g'ilcham, shirkni qilmang deydi. Ana shirkni sodir qilmang deb birinchi shirkdan qaytaradi. Keyin ana shu shirk bu katta zulmdir deb turib ogohlantiradi. Haqqa ergashganlarni Alloh subhanahu va taolo sobit qadam qilsin. Intilayotganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zini haq dinini bildirsin, munosib ko'rganlarga. Bilib turib qasddan dushmanlik qilayotganlarni Alloh qo'llarini, tillarini quritsin. Kim bo'lsa ham intilinglar, Alloh subhanahu va taolo o'zi istasa beradi. Erishgandan keyin mahkam turinglar. Fastaqim kama umir. Buyurilgandek istiqomatda tur deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Zarracha ham bir moyillik, shak shubhani tushirib qo'ymaslik kerak sof e'tiqodga. Alloh ogohlantirilgandek, bo'lmasam jahannamning olovi tutib qoladi, kufrga tushib qoladi inson.